11 yoshli bemorimizni turbina plastika operatsiyasini qilib beramiz, xudo xolasa. Bemorimiz tez-tez quloq yiringlashi, tez-tez tomoq yiringlashi, 1 yilda 5-6 martadan ko'p tomoq yiringlab ketishi bilan, og'zini ochib uxlash, qurib yotishi bilan shikoyat qilib keldi. Adenoid bezlari kichkina bo'lishiga qaramasdan tez-tez bolamizni shamollashiga sababchi bo'lib qolgan. Adenoidlarni oldik, o'rnini mana boshqa qaytarilmagan qilib idealniy qilib kuydirib qo'ydik, xudo xolasa. Bemorimiz bu yo'lga shamollashlardan, burun bitishidan qutuladi. Operatsiyamiz ikkinchi etapini boshladik. Xudo xolasa bu turbina plastika jarayoni mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab suyuchalarni, chig'inoqni ajratib olib, xudo xolasa nafas yo'llarini idealniy ochib beramiz. Mana bemorimizni bir vaqt o'zida burunga espress tepishdan va tez-tez tomoq yiringlashidan, nafas olish qiyinligidan, xurrak otishdan qutqardik, xudo xolasa. Operatsiyamiz idealniy chiqdi. Xudo xolasa bugun o'zida 3 soatdan keyin uyga ruxsat berib olamiz.